Xalqimizning o'ziga xos azaliy qadriyat va an'analari bor. O'tganlarni xotirlash, tiriklarni e'zozlash ma'naviyatimizning ajralmas qismiga aylangan. Bu kabi ezgu fazilatlar ayniqsa 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan urush va mehnat faxriylariga izzat ikrom ko'rsatishdek xayrli tadbirlarda yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoqda. Salkam 100 yoshga kirgan Zangiota tumanida yashovchi mehnat faxriysi Saidjalol otaga prezident sovg'asi BYD rusumli avtomashinani Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev topshirdi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova tafsilotlar haqida so'z yuritadi. Biz yashayotgan tinch va osuda hayotimizning poydevori Ikkinchi jahon urushida jon fido qilgan, jasorat va matonat ko'rsatgan insonlar qahramonligidir. Ular nafaqat vatan himoyasida, balki insonlar qadr-qimmatini saqlash yo'lida ham jasorat ko'rsatdilar. Urushning og'ir sinovlarida sabr, mardlik va sadoqat bilan yelkadosh bo'lgan bu fidoyilar biz uchun abadiy faxr va iftixordir. Ular iroda va qalb bilan g'alabani yaratdilar. Ikkinchi jahon urushida vatan himoyasi uchun safga chiqqan minglab jasur yigitlar orasida Zangiota tumanida yashovchi Saidjalol ota ham bor edi. Otaxonning front ortida ko'rsatgan matonati, jasorati va fidokorona xizmatlari urush tarixida o'chmas iz qoldirdi. Davlatimiz rahbari bayram arafasida Ikkinchi jahon urushi va mehnat fronti qatnashchilari bilan ham samimiy uchrashuv o'tkazdi. G'alabaga o'zbekistonliklar shuncha hissa qo'shganligi va sizlarning ham bunda hissalaring mana 6 milliondan salgina ko'proq aholimiz bo'lgan bo'lsa, shulardan 2 million urushda qatnashgan. Bu sizlar ana shu sizlarning jasoratlaring, qahramonliklaring shu 2 million xalqimizdan 600 mingga qaytmagan, 200 mingdan ko'prog'i bedarak yo'qolgan. Bugun mana shu g'alabani 80 yillik bayramida sizlar bilan ko'rishib, timsollaringiz bizga namuna, har birimizga. Yurtboshimiz urush yillarida ko'rsatilgan jasorat va fidokorlik, frontda hamda front ortidagi xizmatlar abadiy qadrlanishini bildirib, Saidjalol ota kabi faxriylarga chuqur minnatdorchilik izhor etdi. Uchrashuvda davlatimiz rahbari Saidjalol Saidkamolovga zamonaviy avtomobil sovg'a qildi. Qani oqsoqol o'zingiz? Manzangiz rayondan birinchi Yangiobod mahallasidanman. İpodromi odilligi tepalarini hammasiga boqildim. Hammasiga o'zim qildim, meva qildim. Shu xalqimiz yesin, ichsin deb shunchalik men mehnat qildim. Hozir Xudoga shukr, hammasi xursand, yaxshi. Yeb ve bemalol yuribdi hammasi. Yaxshi. Endi bitta iltimosim bor. Marhamat. Ben yürüyemiyorum kaldım. Şu orada okuyan joylarına bir koreyi da ayarışka imkanım yok. Ben hep kiçkine makine vereceğim. Ben şunları varıp, bari navaramı varıp, beni kortatıp kese. Ben şunga xursandman. Bo'ladi. Bitta ekan-ku, bitta mashina hech gap emas. Bo'ldi, tashkil qilamiz. Bayram arafasida otaxonga prezident sovg'asi BYD avtomobili topshirildi. Oilamizda 6 ta farzandmiz. Men eng kichkina farzandlariman. Do'damlar bilan, adamlar bilan men birga turaman, birga yashaymiz. Yurtimizda bayram munosabati bilan prezidentimiz sovg'alari bor ekan. Mana adamlarga bugun shuni topshirish marosimi bo'ldi, shuni berishdi. Hammamiz xursandmiz. Adamlarning endi oyog'im og'ridiminglar, endi past olib kelsa bo'ladi. Mehnatlariga yarasha front orqasida xizmat qilishgan bo'ladi, to o'sha urush tamom bo'lib buguncha bartaraf bo'lguncha. Mana umrlari uzoq bo'lsin, hammamizga bosh bo'lib yursinlar. Hammani duo qilib o'tirarlar, boshqa qilib kattani, kichikni, elimiz, yurtini, hammasini kelgan ketganlarni. Yurtboshimizda tangani sog' olsin, umriga rizqiga o'zing baraka bergin. Oyoq davomida ikki dunyosalarini obod qilgin. Ishlarini rivojini berib, doim o'ngidan kelsin. Hech dunyoda yanglishtirmagin. Sog' salomat, yaxshi kunlarga yetib, meni yoshimdan 97 ga bordim. 100 yoshga borib tavori otaxonlardan bo'lib yurishini yaratgan Allohdan so'rab qolaman. Allohu akbar. Sovg'a topshirilganda Nuroniy otaxon yuragidagi minnatdorchilik tuyg'usini shunday so'zlar bilan ifoda etdi. Ming marta rahmat prezidentimizga, shu hurmat qilib menga shu mashinani berdilar. Men xursand bo'ldim, o'zlariga ham o'sha yerda yetdim. Bakkam qo'mamdan ko'rishib, yuzlarimdan silab ketdilar.
Front ortida xizmat qilgan otaxon bugun farzandlari va nabiralari bag'rida azizu ardoqli hayot kechirmoqda. Otaxonning hayot yo'li, ko'rgan kechirganlari yosh avlod uchun ibrat maktabi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.